Hozir yaxshi savdogar, tadbirkor, badavlat, o'ziga tinch odamlar bolalarini maktab yoki dunyoviy o'qishlardan olib olyaptilar. Holbuki o'sha odamda imkoniyati bolasini dunyoning eng nufuzli oliygohlarida o'qitish imkoniyatini berdi Alloh. Lekin aytibdi, "Yo'q, men bolamni o'qitmayman. Bolamga Qur'on o'qitib qo'ysam, ibodatni o'rgatib qo'ysam, qo'rqib qo'ysam bo'ldi, menga boshqa narsa kerak emas" deyapti. Biz u kishini haqqiga duo qilamiz. Rahmat sizga, himmatingizga rahmat. Bolangizni shunday muhabbatli, sadoqatli, taqvoli qilaman deganingiz uchun sizga rahmat. Alloh ajr bersin. Lekin aziz birodar, islom bunga buyurmadi. Siz bolangizni Allohni tanitadigan, Allohdan qo'rqadigan qilishlik bilan birga yaxshi shifokor qiling. Yaxshi qonunni himoyachisi qiling. Yaxshi muhandis qiling. Hammasi bo'lsin Allohdan qo'rqib. Lekin bugun agar biz buni qilmasak, ertaga jamiyat nima bo'ladi? Qanday bo'ladi? Yoshlarimiz qanday, kelajagimiz ularning qo'liga o'tyapti, ular xizmatimizda turish kerak. Bir joyda bir odam mendan duo oldi. Qizim tibbiyot institutiga o'qishga kirdi, duo qiling dedi. Men duo qildim. Alloh qizingizni yaxshi shifokor qilsin, olima qilsin. Xalqimizga, ayoli qizlarimizga yaxshi mehribon shifokor bo'lsin deb duo qildim. Safimizda o'tirgan bir qorakalarimizdan birlari menga tanbeh berdilar. Yoshlari kattaroq, siz to'xtatishni o'rniga, "Ey, bunday qilmat" deyishni o'rniga bu botil o'qishiga ruxsat beryapsiz. Muslimun. Men aytdimki, bu jamiyat qor ekan. Jamiyatda ayollarning bizga xizmati kerak. Birinchisi tibbiyotda. Agar bugun ayollarimizdan doktor chiqmasa, shifokor chiqmasa, kim davolaydi ayollarimizni? Kim davolaydi qizlarimizni? Kim ularning dardini eshitadi? Bizni ayollarimizda o'ziga xos ibosi bor. Biz ularning ehtiyojini qilishligimiz uchun tabibalarni yetishtirib chiqarish bizning zimmamizda emasmi? Ichki ishlarda ayol kerak emasmi? Alloh ko'rsatmasin, biror bir holat bo'lib qoldi-da, ayollarimizni ham olib borib surishtirib gaplashmoqchi bo'lyapti. Birinchi beradigan talabimiz, biz aytamiz, ayol kishi yo'qmi deymiz. Qani bir ayol kishi gaplashsin deymiz. Biz o'qitmayapmiz-ku. Qayerdan topadi uni? Demak, ichki ishlarda ham kerak. Bir kuni hojilarimizni kuzatayotgan edik, haligi maxsus tekshiruvdan o'tadigan moslama buzilib qoldi. Temir bormi, bu narsa bormi, o'tganda jiringlab ovoz beradigan narsa buzilib qoldi. Aeroportdamiz. Bu endi nima qilamiz desam, qo'l bilan ushlab tekshirish kerak dedi. Men aytdimki, hozir hoji onalarimiz kim unaqa qiladi desam, yo'q, tashvish qilmang, domla, hozir ayol xodimalarimiz bor deb 4-5 ta ayol kishini olib keldi, ayollarimiz tekshirdi. Men duo qildim, Alloh sizlardan rozi bo'lsin dedi. Demak, bu yerda ham ayol kishiga ehtiyojimiz bor ekan. Chegarada ham bor ekan. Demak, hamma xizmatda ayollarga ehtiyojimiz bor ekan jamiyatda. Biz muhtaram azizlar, nimani aytayotgan bo'lsak, dunyo va oxirat uchun. Hozir shunaqa g'uloga ketayotganlar chiqyaptiki, dunyo kerak emas bizga deyapti. Bu dunyoga vaqtincha kelganmiz. Biz oxiratni o'ylashimiz kerak. Bizga hech narsa kerak emas. Juda ham to'g'ri gap. Haqiqatda ham bu dunyoga vaqtincha keldik. Qasrimiz ham qoladi, molimiz ham qoladi. Lekin Payg'ambarimiz alayhissalomning gaplari bor-da. U zot aytdilarki, sizlarni yomoningiz oxiratni deb bu dunyoni tark qilganingiz, yoki bo'lmasa dunyoni deb oxiratni tark qilganingiz. Xayrukum man akhada min hadihi va hadihi dedilar. Sizlarning yaxshingiz uni ham, buni ham qiluvchilaringiz dedi. Dunyoni ham qilamiz, oxiratimizni ham o'ylaymiz. Hazrati Ali karramallohu vajhahu aytgan ekanlar. Sen shunday ibodat qilginki, ertaga o'lib qoladigandek. Shunday hayot kechirginki, hech qachon o'lmaydigandek deganlar. Mana bu shu. Yurtimiz Qur'on yurtiga aylandi. Nega bilasizmi? Chunki davlatimiz rahbari Qur'onni yaxshi ko'radilar. Chunki prezidentimiz Qur'onni sevadilar.
Necha marta o'zlari buni aytdilar. Qur'on, shuning uchun ham Qur'onga e'tibor bizda kuchaytirsizlar. Hozir mana bizni O'zbekiston musulmonlar idorasida turgan Hazrati Usmon radhiyallohu anhuning mushaflari, langar Qur'oni, 1000 yillik Qur'on asli turibdi. Butun dunyodan kelgan insonlar havas bilan qaraydi. Bu bizga baraka bo'ldi. Mana shu Qur'onni turishligi. Lekin juda ko'pchiligimiz ko'rmaganmiz. Men ko'pchilik, hatto ba'zi ahli ilmlardan ham so'rayman. Mushafni ko'rganmisiz borib Hazrat Usmon? Yo'q, ko'rmagan ekanman. Ey afsus. Butun dunyoni aylanib nechta muzeylarga borasiz, qancha tarixiy narsalarni ko'rasiz. O'zingizda turgan mushafni, Hazrati Usmon radhiyallohu anhuning mushafini ko'rmadingizmi? Langarni ko'rmadingizmi? Imom Buxoriyni ziyorat qilmadingizmi? Termiziyni ziyorat qilmadingizmi? Bu ayb emasmi? Shuning uchun mana shu Qur'onlarning fayzi barakoti yurtimizga o'zgacha fayz, o'zgacha bir farah bag'ishlab turibsizlar. Buning uchun albatta shukr qilishimiz kerak. Bu kunlarda orzu qilib o'tib ketdik sizlar. Kattalarimiz o'tib ketdilar. Qanchasi orzu qildi. 100 yillik bugun orzularimiz amalga oshyapti. Men bugun sizlarga ochiq aytaman. Qulil haqqan kana. Achchiq bo'lsa ham haqiqatni aytmoqchiman sizlarga. To'g'ri tushunishinglarni xohladim. Bugunlik kundagi berilgan ne'matlarda agar qadriga yetmasak, Alloh taolo bizga bu ne'matlarni berganini o'rniga mukofot, o'rniga azob beradi. Shunday ne'matlarki, orzu qilingan ne'matlar. 100 dan ortiq yangi masjidlar ochildi. Bir dona ham ochamizmikin deb orzu qilib o'tardik. 300 dan ortiq masjid tubdan qayta qurildi. Hozir xorijdan kelgan arablar bo'lsin, boshqa musulmon davlatlardan bo'lsin, kelib bizni masjidlarimizni obodligidan hayron qolyapti. Masjid faqatgina naqshi, minorasi bilan emas, jamoati bilan ham obod bo'lyapti. O'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar. Qancha yoshlar, qancha odamlar ibodat qilib kirib turibdi. Bu juda katta ne'mat. Buning qadriga yetish kerak, shukr qilish kerak. Qur'on kurslari ochildi. Ochilib bormoqda yana. Harakat qilyapmiz. Har oyda bittadan bo'lsa ham yana qo'shib borilyapti. Endi unga yaxshi mutaxassis, yaxshi qori topib ishga solyapmiz. Ko'pchilik mana 100 ming odam Qur'onni o'qib chiqibdi. Qarang, kurslarimizda 100 ming odam tugatibdi. Hozir yana davom etyapti. Hozir ham necha ming odam o'qiyapti. Bu orzu emasmi? Qanday qilamizkin deyardik. Allohga shukr. Shuning uchun ham biz bularda albatta azizlar qadriga yetmoqligimiz kerak. Biz keyingi paytlarda tashvishimiz shu bo'lyaptiki, hamma bizda emas, butun dunyoda islomning suratiga qarayapti, siratiga emas. Hamma suratga o'tdi, ya'ni hamma ko'rinishga o'tdi. O'zini musulmon qilib ko'rsatish, musulmon ko'rinishida qilib olish, mana shu muhim deb o'ylayapti. Ba'zi amallarni bajarib qo'ysa, mana bo'ldi deb. Lekin sirat, qalb nima bo'lyapti? Bitta misol. İlk mustaqillikdan keyin hajga borganimizda, men avvalidan borganman hajga, xizmatga. Birinchi o'sha 90, 91, 92 boring 94-yillargacha borilganda men juda ham yosh ekanman, juda hayratlanardimki, Ka'bani atrofida tavof qilayotgan odamlarning ichida yig'lamagani bo'lmasdi. Yig'lab tavof qilardi. Safo Marvada sa'i qilayotganda yig'lab ayol erkak sa'i qilardi. Shuni ko'rganman necha marta. O'zimiz ham shunday edik. Yillar o'tdi endi. Hozirchi? Hozir ham ba'zi birimiz yig'layapmiz holatni ko'rib. Hozir kim yig'lab tavof qilyapti? Hozir hamma telefonida selfie olish bilan ovora bo'lyapti. Muslimun ko'rmayapsizmi? Kim borsa hamma Ka'bani oldida faqat suratga tushadi. O'zini ko'rsatadi. Kuni kecha hech dunyoning biror joyida bo'lmagan ish shu biz qilamizda, haddimizdan oshadigan bizimiz hamma narsa. Kimdir yurtdoshimiz kelin kuyov borib Ka'baning ichida nikoh qildiribdi.
o'sha joyda nikoh qildirib turib, orqasidan bitta finjonga, stakanga nimani zamzamni quyib, kelin kuyov urushtirib rasmga tushyapti. Qayerda bor bu narsa? Bu qanaqa madaniyat, qanaqa urf? Mana internetda rasmi turibdi, menga tashlashdi bir qadrdonimiz. Hazrat, bu nima bo'lyapti odamlarga deb tashladi. Bu haram hudud, bu yerda Ka'ba, bu joy muqaddas joy, iltijo qilinadigan joy. Boshqalarga taqlid qilib, nimaga taqlid qilyapti? Nimaga havas qilyapti? Qayerga urishtirishdi? Ka'bani oldida turib. Aytmoqchimanki, azizlar, hamma narsa suratga o'tib ketdi. Hamma narsa suratga o'tib ketdi. Chunki siyrat tarbiyalar qilinmas ekan, qalb tarbiya qilinmas ekan, ko'rinishimizni eng go'zal sunnatiy qilib olaylik, uni foydasi yo'q. Dinimizda hech ham xuluga berilmaslikka chaqiriladi azizlar. Haddidan oshmaslikka. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam sahobalarni shundan qaytarganlar. Haddilardan oshmaslikka, xuluga ketmaslikka, bir-birlari bilan tafriqa qilmaslikka chaqirganlar. Hozir esa biz azizlar yurgan yo'limizda g'uluga ketyapmiz. Alloh bizni kechirsin. Hayot tarzimizga bir qarangda. Hozir bir davrada odamlar o'tirgan bo'lsa, agar tibbiyot haqida gap chiqib qolsa, o'sha davrada bitta shifokor o'tirgan bo'lsa, faqat shu gapiradi. Boshqalar unga quloq soladi. Aytadi, ha, bu mutaxassis. Hatto so'raydi ham. Mana bunday og'riyotgandim, nima qilay? Ha, mana uni iching, mana dorini qiling. Hamma unga e'tiroz bildirmay quloq soladi. Agar bir davrada o'tirib qurilish haqida gap chiqib qolsa, ichimizda muhaddis o'tirgan bo'lsa, me'mor o'tirgan bo'lsa, u gapiradi. Unga hamma quloq soladi. Ha, u biladi. Hatto so'raymiz, men uy qurmoqchiman, qanday qilay deymiz. U aytadi, bundoq qilasiz, bundoq qilasiz deydi. Agar mashina tuzatadigan usta bo'lsa ham u gapiradi, u haqli gapirishlikka. Hozir shunday bo'lib qoldiki, din haqida gapirsa hamma gapiryapti. O'sha davrada o'tirgan hamma gapiryapti. Eng achinarlisi qaysi aytaymi? Ular olimlarni muhokama qilyapti. Bu gapiraveradi saroy bo'lmasin. Bu mundoq deydi, sen mana uni eshit, sen buni qil, sen uni qil. Alloh bizni kechirsin. Bunaqa qilmaslik kerak. Bu mas'uliyatni olmaslik kerak. Biz qayerdan bilamiz kimning qalbida nima borligini? Qaysi baho bilan biz baholay olyapmiz? Yoshgina bir yigit meni oldimga kiryapti. Masjidda men ma'viza qildim. Aytdimki, bizning mazhabimizda, Maturidiy aqidasida, bizning muborak ahli sunna va jamoamizning aqidasida bir insonni mu'min, musulmon deyishligi uchun tili bilan kalimani aytib, qalbi bilan tasdiqlashi kifoya. Shu odamni biz mu'min deb qabul qilamiz dedik. Bu meni gapim emas. Imom Maturidiy hazratlarini yo'lida kelayotgan Hanafiy ahli sunna va jamoa yo'lida 1000 yildan beri kelayotgan ulamolarning gapi. Al-iymon, iymon qalb bilan ishonib, til bilan tasdiqlash. Men musulmonman, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyishligi eshituvchilarga o'sha odamga nisbatan amal qilishligi uchun kerak aslida. Lekin qalbi bilan Allohga ishonaman deyishligi o'zi mo'minlik. Boshqalarda esa mana bu havorijlar yoki bo'lmasa hozir chiqib turgan turli oqimlar, turli o'sha o'zini g'oyalarini berayotganlar aytibdilarki, musulmon mo'min bo'lishligi uchun tilida, dilida aytish bilan birga amal qilsin. Amali bo'lmasa u musulmon emas deyapti. Biz aytyapmizki, yo'q. Bu bizni mazhabimizda emas. Bu to'rtta mazhabda ham o'zi yo'q. To'rala mazhabda ham. Bitta Hanafiy emas. Ahli sunnaning hammasida bitta bir xil gap. Yo'q, u mo'min hisoblanadi. Lekin kofir bo'lmaydi. Kofir emas u. Kofir demang. Nima uchun kerak bu gap ularga? Bilasizmi? Nima uchun? Chunki e'tibor bersangiz,
qayerda urush bo'lib bir-biri bilan urushayotgan bo'lsa, musulmon boshqasi bilan urushmayapti, musulmon bilan urushyapti. Butun mana atrofdan ko'ring, arab diyorlari, Shom hammasida necha yillardan beri faqat musulmon bilan urushyapti. Endi bir musulmon farzandi ikkinchi bir musulmonga qurol o'qtalib, uni otib o'ldirib qo'yish oson narsa emas. Ular nima deb ularni yo'lga solyapti? Aytayaptilarki, bu musulmon emas, qo'rqmasdan o'ldiraver deyapti. Chunki bunda amal yo'q deyapti. Ha shunaqami? Shuni o'ldirsam savob bo'ladimi? Ha, savob bo'ladi. U o'ldiryapti. U bechora shu ishim bilan savob qilyapman, jannatga kiraman deb o'zi uchun do'zax hozirlayapti. Mana bu narsa. Nima uchun bu kerak? Men shu gapni jumada gapirdim. Yosh bola, 20 ga kirmagan bola. Men sizga gapim bor deyapti. Qarang. Agar g'ulu bo'lsa shunaqada, men yuqorida aytgan g'ulu haddidan oshish shunday qiladi. Siz hozir amal kerak emas dedingiz. Qachon shunday dedi? Allohning 5 ustunini bajarishimiz kerak-ku bizga bergan islom bo'lgan, islom ala qonsin deb qo'yibdi. Siz xato aytyapsiz, siz yaxshi ko'rinish uchun aytyapsiz. Kofir namoz o'qimagan, kofir o'qimagan deyapti. Endi savol beryapman. Keyin seni aqidang bo'yicha gaplashaylik. Agar namoz o'qimasa kofir bo'ladimi inson? Ha, kofir bo'ladi. Dadang namoz o'qiydimi? Ha, o'qiydi. Onang-chi? Ha, o'qiydi. Qachondan beri? Allohga shukr, dadam o'qiganiga 1 yil bo'ldi. Onang qancha bo'ldi o'qigan? Onam yoshligidan o'qiydilar. Alloh ularning ibodatini qabul qilsin. Endi savolim bor. 1 yil avval dadang namoz o'qishni boshlagan bo'lsa, undan oldin kofirmidi dedi? Musulmon u jin bo'ldi. Seni aqiding bo'yicha, seni da'voing bo'yicha kofirmidi? Ha, kofir edi. Kofir bilan muslimani turmush qurishi shariatimizda harom. Muslima kofirga turmushga chiqib bo'lmaydi. Demak, seni onang kofirga turmushga chiqqan ekan, ularning nikohi durust emas ekan. Kechirasan, bolam, sen hozir o'zing benikoh tug'ilgan qilib qo'yapsan. O'ylanib qoldi, nima deyishni bilmay qoldi. Yo, unaqa demaydi dedi. Men aytmayapman, o'zing aytyapsan buni. Men shunaqa deyapsan. O'ylanib gapira olmay qoldi. Ko'rdingmi dedim. Ana bu uchun g'uluga ketmaslik kerak. Bizi og'zimizdan chiqqan gap minglab, millionlab, milliardlab musulmonlarning taqdirini hal qilib qo'yadi. Bu oddiy gap emas. Shuning uchun g'ulu yomon narsa azizlar. G'ulu haddidan oshish yomon narsa. Hamma narsada chegarada turish kerak. Bir tanishim onasini qistovi bilan ajrashdi. Oxirgi paytlarda boshqalarni aralashishi oqibatidagi ajrimlar juda ko'payib ketdi. Ota-ona yoki boshqalar shunday oilaga shart qo'yish to'g'rimi debdilar. Haqiqatan ham ko'payib ketdi. Keyingi paytda mana shu ajrimni oddiy qabul qilish bo'lib qoldi. Ha, bo'pti, bu bo'lmasa boshqa deb, xuddi bir kiyim. Nechada boshqa kiyadi, astag'firulloh. Shariatimizda ona boshimizga toj. Onamiz biz uchun jonimiz fido qiladigan zot deb hozir aytdik. Lekin men yuqorida aytganimdek hamma narsada chegara bo'lgani kabi bunda ham chegara bor. Onani farzandini ayolidan ajratib yuborishlikka haqqi yo'q. Bunaqa haq berilmagan. Men uzr so'rayman, bu meni hukmim emas, bu shariatlik. Bunaqa haq yo'q. Avvalo yigitlar shunday bo'lsinki, bizni ustozlar aytardilar, kattalar aytardilar. Bir qo'lingda onang bo'lsa, bir qo'lingda ayoling bo'lsin, tarozi. Agar kelin bilan qaynonani munosabati kelishmayotgan bo'lsa, muhtaram kuyov to'rani aybi bilan bo'lyapti. Chiroyli tadbir qila olmayapti. Onasini qadrlashlikka, ayolini himoya qilishlikka jur'at etmayapti. Va hech qachon, muhtaram azizlar, hech kimda ajrashlikka hukm bermaydilar. Bir hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, iblis, shayton kattasi o'zini deydi kursisini suvga tushirar ekan. Va shu suv orqali insonlarning ichiga kirar ekan. Shayton o'zini shotirlarini, o'zini askarlarini qo'yib yuborgandan keyin hammasi qaytib kelganda iblis hisob so'rar ekan. Nima qilding deb. Shunda biri aytar ekan, "Men u qildim, bu qildim", vasvas qilib odamlarni qilgan yo'ldan ozdirganini aytib berar ekan.
haligiga qarab hech narsa qilmabsan deydi ekan. Yana bir qattiq gunohlar qildirganini aytar ekan. Unga ham hech narsa qilmabsan deb tursa, bir chekkada bittasi o'tirar ekan, bir shaytonchasi. Undan so'rar ekan, "Sen nima qilding?" desa, "Men bir oilani ishiga aralashdim. Erini og'zidan taloq chiqmaguncha ularning oldidan ketmadim" desa, "Ni'ma anta, sen qanday ham yaxshisan, kel bu yoqqa" der ekan. Ulamolar aytadiki, nima uchun iblis taloqdan, oila ajrashidan xursand bo'ldi? Bu yoqda qotillik, qancha jinoyatlarni gapirsa ham hech narsa qilmabsan deyapti. Chunki mana shu ajrim boshqa hamma gunohlarni keltirib chiqaradi. Bolani tarbiyasiga ta'sir qiladi. Zulm bo'ladi, nafrat uyg'onadi. Ikkita qarindosh bo'lgan qavm bir-biriga dushman bo'ladi. Shu hammasi ajrim. Shuning uchun ulamolar aytadiki, kim bir oilani siz ajring deyotgan bo'lsa, o'sha hali shaytonning askariga yordam beryapti. Aslida bu ajrim, taloq eng oxirgi chora. Hech iloji bo'lmay qolganda. Qur'onda Alloh taolo yo'lini o'rgatgan. Birinchi nasihat qilasiz, tarbiya qilasiz. Joyiz boshqa qilasiz, arazli ismda qilib aytsak, o'sha uyda turib. Undan keyin hakam qo'yasiz, birortasini shunday hakam qo'yish kerakki, ikkalasini sulh qilsin. Bu oila ekan, hamma oilada bo'lgani kabi qarang, payg'ambarimiz alayhissalom bilan Oysha onamizning orasida bir kun shunaqa holat bo'lib qoldi. Isloh qilishga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu chaqirdilar, Oysha onamizning dadalari. Abu Bakr Siddiq keldilar, Oysha onamiz o'tiribdilar, Rasululloh alayhissalom o'tiribdilar. Nima bo'ldi dedilar. Endi oila ishi payg'ambarimiz alayhissalom bunaqaga muhtoj emas, bu biz uchun dars, ta'lim uchun qiladilar. Nima bo'ldi deyodilar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, kim gapiradi birinchi dedi Oysha onamizga. Sen gapirasanmi deyodilar. Siz gapiring, faqat to'g'ri gapiring dedilar. Rasululloh ham noto'g'ri gapiradi. Endi ularni isloh qilgani kelgan Abu Bakr Siddiq bir tarsaki soldi Oysha onamiz. Nima deyapsan sen? Rasululloh yolg'on gapiradimi dedi. To'g'ri gapir deysan. Deyodilar, Oysha onamiz qo'rqib ketib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning orqasiga o'tib berkinib oldi. U Abu Bakr Siddiq dag'dag'a qilyapti, Rasululloh orqasidan ayollarni orqaga olib, "Nima qilyapsiz? Biz sizni nimaga chaqirdik?" deyapti. Shu bilan kulib yordilar, vaziyat o'nglandi, chiqib ketdilar. Mana shu voqea ko'p kitoblarda keladi. Mana bu joyda o'rtada isloh qilguvchini adolati. Odatda bizda nima uchun oila tez ajraydi? Chunki kuyov tomon ham, kelin tomon ham faqat men haqman deydi. Men to'g'ri gapiryapman deydi. Bir kuni meni oldimga bir oila keldida, xotin, yosh kelin kuyovlar 1 yil yashagan. Nima bo'ldi? Nima uchun urushdinglar? Nima janjal bo'ldi deb so'rasam, bir ayol aralashaveradi. Gapiraveradi. O'zi bundan bo'lgan. Men aytaman, "Siz birgamidingiz bular bilan?" "Yo'q, siz kimsiz?" "Men qizning ammasiman." "Ha, siz jim turib turing, opajon." Bu gapirsin. Yana bir narsa desam, yana aytdim. Men oxiri kulib yordim. "Siz birga yashaysizmi bular bilan?" Uyning ichidagi narsalarni so'rasam ham aytib beryapsiz. Chunki shunaqa kayfiyatda kelganki, nima qilib bo'lsa ham ajratsa. Ozgina suhbatdan keyin aytilayotgan gap umuman arzimaydigan bir narsa bo'lib chiqdi, yarashtirib chiqardik. Shuning uchun hech qachon oilani buzmanglar. Taloq masalasi bo'lganda o'zimizcha fatvo bermaylik, bu bizning ishimiz. Sen yo'q, bor ajrasan, bundoq deb yuborish kerak emas. Buni biz hal qilamiz. O'rganamiz, gaplashamiz, buni ichiga kirib boramiz, shariat kitoblarini ko'ramiz. Mani ustozim, Alloh rahmat qilsin, Buxoroda Mirara madrasasida mudir bo'lganlar, ustozim aytganlarki, bolam 99 ta joyda shu oilani yarashishga shariatda yo'li yo'q deb bitta joyda bor desa, shu bittani olib yarashtirasan deganlar. Chunki oilani ajrimidaqa yomon narsa yo'q. Oxirgi vaqtlarda hamma narsaga halol, harom, taqvoli, taqvosiz, islomiy degan savollar ko'payib bormoqda deyapti. Bozorga kirsam, bir viloyatda qassob yozib qo'yibdi, taqvo go'sht deb. Nima deganingiz bu taqvo deganingiz? Desam, yo'q, endi bu shariatga siz hozir shu yozuvingiz bilan yoningizda turgan hamma qassobni shariatdan tashqari qilib yubordingiz. Bular shariatdan tashqari so'ymagan bo'lib qoladi. Shuning uchun bu masalada juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Umuman halol, harom masalasida oyat bor Qur'oni Karimda.
hamma og'ziga kelganda halol harom haqida gapirmaslikka buyuriladi. Muslim Kim bo'lsa bu halol, bu harom deb bo'lmaydi. Bu ham fatvo. Bu ham fatvo. Alloh taoloning shariati bu. Buni o'rganib ulamolar javob beradi. O'zi aslida Payg'ambarimiz alayhisalom hadislar bor. Halol bilan harom aniq bo'lgan narsa. Uni orasida shubhali narsalar bor, bundan uzoqlashing deganlar. Lekin u aniq narsa o'zi. Uni ko'p hozir endi boshqa bir narsalar chiqyapti, buni endi o'rganib javob berish kerak, lekin hamma o'zicha buni halol, buni harom deb hukm berib, kimnidir mahsulotini haromga chiqarib, kimnidir mahsulotini yuqoriga ko'tarishlikka shariat buyurmaydi. Bir ulug' zot shogirdlari bilan bir joyga mehmonga kirsa, oldiga tovuq pishirib qo'yishibdi. Endi bismillah deb yeyman desa, endi hali muridlari, muxlisi chaqirib mehmon qilyapti musulmon. Endi yeyman desa, hali bitta shogirdi to'xtab turing deb ustozini ham qo'lini to'xtatib, buni qanaqa qilib so'ygansiz debdi. Ha, shu bismillah bilan so'yganman deb tali odam hayron bo'ldi. Ha, yaxshi deb, yana endi to'xtang degani qilib, buni patini qanaqa qilib yurgansiz dedi. Ha, men shu buyoqda yulib olganman, patini issiq suvga birga tiqmaganmiz, yo'q qo'y. Yana qilib, yana men deganki, ustoz, bolam shuni yeb olaylik. Hozir so'raversang, shuni oxiri harom qilasan. Shuni yeylik bolam degan ekanlar. Musulmonning uyiga kirganda musulmon bergan narsaga buni qilmaslik kerak. Mana shu savol ortiqcha, shu beodoblik. Hozir shu narsa ko'paydi. Hali o'zi bitta bloger bo'lsa ham, ishi yurishmasa darrov dindan gapirsa hamma ko'ryapti-da. Boshqa bitta psixolog bo'lsa ham darrov dindan gapirsa hamma ko'ryapti. Uni qilmaslik kerak. Hammani o'zini mutaxassis qilishligi kerak. Alloh rozi bo'ladigan ikkinchisi, Alloh taologa hech kimni shirk qilmaslik. Ibodat masalasida bo'lsin, ilohiyatlikda, ulug'likda hech kim Allohga sherik emas, hech narsa sherik emas. Muslimun Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz. Mana shu narsa. Endi albatta biz mu'min ummatmiz. Payg'ambarimiz alayhisalom bizlarda shirkdan ogohlantirib aytgan boshqa bir hadislari bor. Inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati al-ishraku billah. Ummatimning ustida qo'rqadigan narsalarimdan eng qattiq qo'rqadiganim ularni shirk keltirib qo'yishlari deyapti ummatni. Va orqasidan aytayaptilar. Men aytmayman ya'buduna ash-shamsa wal qamara wa la wathana. Ular quyoshga, oyga, butlarga ibodat qilvoradi deb aytmoqchi emasman deyaptilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Ammo lekin a'malan li ghayrillah va shahbatan khafiyya. Ammo lekin Allohdan boshqasini rozi qilaman deb amal qiladi va maxfiy shahvat gunoh qiladi deyapti. Mana shuni shirkka tenglashtiryaptilar. Ya'ni riyo, xo'ja ko'rsinlik qilayotgan ishida xo'ja ko'rsinlik bo'lmasligi kerak yoki sum'a bo'lmasligi kerak. Boshqasi eshitsin uchun qilinmaydi amal azizlar. Hech qaysi amal. Alloh uchun qilamiz, nimaiki qilsak. Biz hamma narsani Alloh uchun qilamiz deymiz, lekin o'zimiz bilmagan holda yo sum'aga, yo riyoga berilib qo'yamiz. Bir kambag'alning uyidan xabar olgani boryapmiz, o'zi olib boradigan narsamiz 4 ta non, 1 kilo olma, lekin albatta bittasi olib uni ko'rsatish kerak. Eshikni taqillatib u bechorani chiqqanini hammaga berishingiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom shuni aytayaptilar. Allohdan o'zga uchun qilinadigan amaldan qo'rqaman deb shirkka olib boryaptilar shuni. Shuning uchun o'zi Ihyo ilmda ham riyoda ashirku sag'ir deganlarda, ko'p kitoblarda riyoni kichik shirk deganlar. Chunki Allohni o'zgasini rozi qilishlikka harakat bo'lyapti-da. Allohni rozi qilaman desak, hech qaysi ishimizga birortasini sherik qilmaymiz. Ya'ni savobini faqat Allohdan so'raymiz, Alloh uchun qilamiz. Alloh uchungina har bir ibodatimiz, har bir amalimiz bo'lishligi kerak. Riyodan saqlanishligimiz kerak. Endi hozir hammamiz mana shu masjidlarga kelib ibodat qilib turgan bir paytimizda biz uchun bugun muhim narsa nima azizlar? Muhimi endi biz ittifoq bo'lishimiz kerak. Tafriqa qilmasligimiz kerak. Bo'linmasligimiz kerak. Bir-birimiz bilan talashib, tortishib, janjallashmasligimiz kerak aslida. Men shuni qattiq iltimos qilaman. Imom Muslimda rivoyat qilingan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar: "Innalloha yarda lakum thalatha va yakrahu lakum thalatha."
كما يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilarki, Alloh 3 ta narsadan rozi bo'ladi va 3 ta narsadan norozi bo'ladi. Sizlarni deyapti, bizga qarab, ummatga qarab aytayaptilar, qilayotgan 3 ishinglar borki, bundan Alloh rozi bo'ladi. Allohning rozi bo'lishligi bu katta baxt azizlar. Allohning rozi bo'lishlik. Biz sahobalar nima deb eslaymiz? Radiyallohu anhu deb eslaymiz. Yoki radiyallohu anhum deymiz. Ayol bo'lsa radiyallohu anha deymiz. Nima uchun? Ulardan Alloh rozi bo'ldi deymiz. Bu maqomga ular osonlikcha chiqqanlari yo'q. Joni mollarini tikib chiqdilar. Mashaqqat va mushkullarga rozi bo'lib chiqdilar. Shuncha mushkullik bilan Allohning rizoligini topishga erishdilar. Endi payg'ambarimiz alayhisalom bizga o'rgatyaptilar, 3 ta narsani qilsalaringiz sizlardan ham Alloh rozi bo'ladi deyapti. Muslimun. Va 3 ta narsa borki, buni qilsangiz Alloh norozi bo'ladi deyapti. Allohning norozi bo'lishligi bu yomon narsa. Bu azob, bu uqubat. Bu yomon. Shuning uchun biz Allohning rizosi va noroziligidan qanchalik darajada xabardor bo'lishlikka harakat qilishimiz kerak. Bir-birimizga aytadigan gapimiz bor-ku, doim Alloh rozi bo'lsin sizdan degan ibora. Qanday chiroyli ibora. Kim bizga yaxshilik qilsa Alloh rozi bo'lsin sizdan deymiz. Lekin o'sha gapimiz qanchalik ulug' niyat ekanligini bilaylik. Mana Rasulimiz aytibdilar. Yardolakum salasa. Alloh 3 ta narsadan rozi bo'ladi. An ta'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Alloh taologa ibodat qilishinglardan rozi bo'ladi birinchisi. Va Allohga hech kimda sherik qilmasliginglardan rozi bo'ladi. Ya'ni Allohga ibodat qilasiz va shirk keltirmasligingizdan rozi bo'ladi. Va an ta'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Va shariat arqonini hammangiz bir bo'lib ushlashligingiz u tafriqalarga berilib, bo'linib ketmasligingizdan Alloh rozi bo'ladi. Qanday ham chiroyli ta'rif. Bu kichkinagina hadis, lekin buni sharhini juda ko'p ulamolar bir necha sahifalarda yozganlar. Juda sharhi katta. Qisman aytayapman men buni. Mana Alloh rozi bo'ladigan bizni ibodatimizdan, Allohga ibodat qilishligimizdan rozi bo'lar. Ibodat deganda siz bilan biz tushungan faqatgina namoz bo'lib qoldi-da azizlar. Kiramiz, namoz o'qiymiz, chiqamiz, shu ibodat. Roza tutamiz, shu ibodat. Haj umraga boramiz, shu ibodat. Bo'ldi, tamom. Masjidga kirganda mu'min musulmon xulqida chiqqandan keyin boshqa yo'q azizlar. Ibodat bu keng ma'noda. Ibodat bu abd so'zdan olingan bo'lib, Alloh taologa qulchilik qilish. Allohni rozi qilishga harakat qilish. Har bir ishimizda mana shu ishni Alloh taolo uchun qilishlik. Alloh bizdan rozi bo'lishligini xohlash. Ibodat shu. Biz dinimizni Alloh bizga shunday bir ne'mat qilib berdiki, qadamimizni ibodatga aylantirishimiz mumkin. Bir birodarimiz kasal bo'lib qoldi, aytsakki, agar shu birodarim kasal bo'lib qoldi, menga bir kasal bo'lganimda keluvdi, bir borib qo'ya, qarzim bor desak, borsak, qarzimizni uzamiz, birodarimizni xursand qilamiz, ko'nglini olgan bo'lamiz. Lekin aytsakki, Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam mo'mindagi haqlardan bittasi i'adatul marid, kasalni borib yo'qlash deganlar. Shu birodarim kasal bo'lib qopti, men shuni holidan bir xabar olay, bir sunnatga amal qilay desak, bu ibodat. O'sha kasallik holidan xabar olishligimiz ham o'zi bir ibodat. Uyda ota-onam bor, keksa, ularni bir xizmatini qilay, roziligini olay deb harakat qilsa, Alloh shunga buyurgan, o'zidan ibodatidan keyingi buyuk bizga topshiriq, ota-onaga yaxshilik, ularning rizoligi, Allohning rizoligi degan e'tiqodda qilsa, bu ham ibodat. Hozir mana shu masjidga kelib, oldinroq mav'iza eshitaman deyishlik o'zi bir ibodat. Chunki talabul ilm talab qilishlik bu eng katta ibodat. O'zingizlar bilasizlar, Rasulimiz alayhisolatu vasallam talabul ilm faridatun ala kulli muslim dedilar. Ilm talab qilish har bir musulmonga farz. Mana kelib o'tiradi, bu bir ilm. Ya'ni ibodat bu keng ma'noda har bir qadamimizni ibodatga aylantirishimiz mumkin. Keyingisi Alloh rozi bo'lgani amalni Rasulimiz alayhisalom aytibdilarki, shariat arqonini mahkam ushlashingizdan va tafriqaga bo'linib ketmasligingizdan rozi bo'ladi. Ha azizlar, islom
hammani birlashishga, bir bo'lishga, tafriqa qilmaslikka chaqiradi. Keyingi paytda tafriqa qilish odatiy tusga kelib qoldi. E'tibor bersangiz, mana o'zingiz o'tiradigan o'tirishingiz bo'ladimi, ziyofatingiz bo'ladimi? Oddiy bitta masala aytilinsa, o'sha joyda 4 ta odam tortishadi. Muslimun. Biri aytadi, "Men internetda ko'rdim, falon domla bunaqa dedi" deydi. Ikkinchisi bunaqa dedi. O'sha yerda o'zida bo'linish boshlanadi. Hech kim aytmaydiki, "To'xtanglar, tortishishni o'rniga bu narsani biladigan odamdan keyin so'rab qo'yaylik." Tafriqabozlik, tortishish, bir-birimiz bilan janjallashish, mana shu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak aslida. Buni biz qayta-qayta iltimos qilib aytyapmiz. Ko'p masjidlarda tafriqa qilishlikdan hech kim manfaat topmadi va topmaydi ham. Hammamiz bitta bo'lib, mana shu din, omonat, bitta qiblaga qarayapmiz. Allohimiz bir, Rasulimiz bir, kitobimiz bir. Hammamiz bir xil ibodatda turishligimiz kerak. Tushunaman, ba'zan domlalarimizda ham qo'pollik bo'ladi. Men domlalarga aytaman, iltimos imom domlalar, aytaylik, bizni mazhabimizni mavqeini ko'tarish asnosida boshqa mazhabni haqorat qilmanglar, so'kmanglar. Shofiy, Malik, Hanbali, ularni hamma mazhab boshlarini rahmatulloh alayhi deb eslaymiz, rahimahulloh deb eslaymiz. To'g'ri mazhab haq ahli sunnada. Lekin tushuntiraylikki, bizni diyorimizda mana shu bizni mazhab odat bo'lgan. Shu mazhabda ibodat qilamiz. Talashayotgan narsamiz rosa ham ichiga kirib borsak, sunnat talashyapmiz. Farz qolib, vojib qolib, qancha muammolar qolib, necha yil yana sunnatni talashib yuramiz. Bu biz uchun isnob. Kechagi musulmon emasmiz, 1000 yillik musulmonmiz u, lekin haligacha bitta to'xtamga kela olmayapmiz mazli masalada. Haligacha namozdan keyin ominni baland aytaman deb urushyapti. Haligacha baribir qilgala rafiyadayin qilaman deb, haligacha qo'limni bundoq bog'layman deyapti. Lekin ular bilan chaqirib gaplashib, siz qilayotganingizda ham sunnat, bunda ham hadis bor, buni ham inkor qilmaymiz, lekin bizni dalillarimiz mana bunday bo'lyapti. Eng kattasi bilasizmi nima? Siz fitnaga sabab bo'lyapsiz. Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitna bu odam o'ldirishdan ham yomonroq. Keling shu fitnani chiqarmaylik. Keling shuni o'rniga boshqa narsa bilan gaplashaylik. Qancha ishlarimiz qolib, bunaqa narsalar bilan ovora bo'lishlikdan endi to'xtashimiz kerak azizlar. Sizlar mana hammalaringiz ibodatlik bo'lganligi uchun shu yerga kelib o'tiribmiz. Endi biz boshqa masalalarga, xulq masalasiga, odob masalasiga o'tib, bir-birimizga mehrimizni, muhabbatimizni kuchaytirishligimizdan Alloh rozi bo'ladi. Bu faqat Allohning roziligi uchun qilinayotgan harakat. Afsuski, bu narsani tushunmasdan yana bo'linish, yana tafriqa bo'lishligi bizni emas, balki butun dunyo musulmonlarini ranjitadi. Men butun dunyoni ulamolar kengashining a'zosiman. Butun dunyodan keyin ulamolar bilan o'tirganimda ularni yurtlaridagi masalalar, ulardagi muammolar, ularda o'zdagi gapirayotgan gaplarni eshitib, to'g'risi, biz juda ham maydalashib ketibmiz dedi. Biz juda ham maydalashib ketibmiz. Haligacha juda mayda gaplar bilan ovora bo'lib yuribmiz ekan. Orqada qolib ketdik ko'p narsada. Uni hamma sohada harakat qilishimiz kerak bugun rivojlanishlikka azizlar. Shuning uchun ham Allohni rozi qilishlikda harakatimizni bir-birimizni hurmat, ehtirom, tafriqabozlikdan ketishlik bilan qilmoqlik kerak. Inson borki, rizq qidirish bilan ovora. Hammamiz mana shu rizqimizni topishlikka harakat qilyapmiz. Alloh kimni rizqini qayerga sochib qo'ygan bo'lsa, shu yerdan oladi deb bejizga aytmaydi. Har bir musulmon bilishimiz kerak bo'lgan bir qoida bor. Alloh taolo har bir bandani bu dunyoga kelarkan rizqini belgilab qo'ydi. Alloh belgilab qo'ygan rizqni oxirigacha olmasdan turib hech kim bu dunyodan ketmaydi. Hammamizning rizqimiz belgilangan azizlar. O'sha rizqimizni olmasdan turib ketmaymiz. Shuning uchun rizq bobida qayg'urayotganimizda Razzoq bizga rizqini belgilab qo'yganligini ham unutmasligimiz kerak. Lekin mana shu belgilangan rizqni kimdir shoshilib harom yo'l bilan topib oladi, kimdir sabr qilib halol bilan oladi. Lekin o'sha belgilanganini oladi.
yer yuzida o'rmalab yuradigan har qanday jonivor borki, Alloh rizqini bergan. Rizqini bergan. Dengizlarda shunday katta bir kitlar bo'lar ekanki, bir taomlanganda tonnalab taom yeydi baliq. Shularni ham rizqini beryapti Alloh. Yer ostidagi qumursqalarni ham rizqini beryapti. Alloh taolo bir marta Musa alayhissalomga bir o'zini qudratini, o'sha razzoqligini ko'rsatish uchun qo'lidagi aso bilan bir toshni urishlikka amr qildi. Musa alayhissalom bir toshni urganida tosh yorildi. Ichidan yana bir tosh chiqdi, uni ham yordi va oxirida toshlar ichidagi toshning ichidan bir qurt chiqdi. Qurtning og'zida yeyotgan taomi bor edi. Ya'ni shuncha toshlarni ichidagi bir kichkinagina qurtni og'ziga taom solib qo'ygan Alloh insoniyatni taomsiz qoldirmasligini nishonasi edi. Shunday ekan, rizq azizlar Alloh tomonidan bizga berilgan buyuk ne'mat. Ammo bugun bizlarda savol ko'payadi. Qanday qilsak mana shu rizq o'zi belgilangan bo'lsa, bu ko'paymasa, unda hech narsa qilmasdan o'tirsak bo'lar ekanda degan savol chiqadi. Alloh rizqimizni belgilab qo'ygan bo'lsa nima qilamiz ishlab? Yo'q azizlar. Dinimiz rizq razzoq bo'lgan Allohdan ekanligini bilamizda va shuning bilan birga sababini qilishlikka harakat qilamiz. Alloh bunga buyurdi. Farzand rizq. Hammamiz bilamiz. Farzand rizq. Lekin shu farzand rizqini topishligi uchun oila qurishimiz kerak. Oila qurishimiz, uylanishimiz sabab. Sababini qilamiz, rizqni Allohdan so'raymiz. Xususan bizning mazhab ulamolari aytadilarki, rizqning barakasini Alloh ko'paytiradi. Rizqni haqida tashvishlanishimiz, rizqni haqida duo qilishimiz, duo olishimiz o'zi rizqni barakasini ko'paytiradi, rizqni ham o'zi ziyoda qiladi deganlar bor. Shuning uchun biz rizq bobida harakatimizni qilamiz, sababini qilamiz va berganiga qanoat qilamiz. Ana o'sha rizqqa bo'lgan munosabat. Internetdagi domlalar hijrat qilish shart, farz deydilar. Sababi Alloh va uning rasuli buyruqlari shariatga amal qilishga imkon yo'qligini dalil qiladi. Hijrat qilish vojibmi yoki vojib emasmi? Hijrat nima degani o'zi? Hijrat arab tilidagi hajara so'zidan olingan bo'lib, ko'chish ma'nosini beradi. Bir yurtdan ikkinchi bir yurtga ko'chish, bir narsadan chiqish ma'nolarini beradi. Payg'ambarimiz alayhissalom Makkada yashayotganlarida makkalik mushriklarning azobi ortib ketdi. Shu darajada bo'ldiki, ular to'planib Payg'ambarimiz alayhissalomning jonlariga qasd qilishlikka kelishdi. Aytdilarki, nechta qabila bo'lsa hammasidan bittadan odamni olamiz, hamma birdan qilich uradi, kirib xon uxlayotgan joyda, shunda qoni hammaga sochiraydi, ularning qavmi kimdan qasd olishni bilmay qoladi degan qarorni qabul qilishdi. Shunda Jabroil farishta kelib Alloh nomidan Payg'ambarimiz alayhissalomni Makkani tashlab hijrat qilishga, ko'chib ketishlikka buyurdilar. 622 milodiy sanada bo'ldi bu voqea. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hamroh bo'ldilar. Birga ko'chdilar. Madinaga keldilar. Madinani unda Yasrib deyardi. Keyin Madinaga aylandi. Sahobalarni ham Madinaga hijrat qilishlikka, azoblardan qochishlikka buyurdi Payg'ambarimiz alayhisalom. Ya'ni hijratdan ko'zlangan maqsad azob, o'lim xavfidan, urush balosidan qutulish edi. Mana shu ma'noda Madinaga keldilar. Endi Madinaga kelganlardan keyin o'sha yerda kim kelsa hijrat qilib turdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom hijrat haqida bir nechta hadislar aytdilar. Muhojirga qanaqa savob bo'lishligini aytdilar. Hijrat haqida juda ham ko'p gaplarni gapirdilar. Qur'onda oyat ham nozil bo'ldi va bu savoblik amal ekanligi aytildi. Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislarini jamlagan hadis kitoblarda, u Imom Buxoriy hazratlarining kitoblari bo'lsin, Imom Muslim va boshqa hadis ulamolarining kitoblari bo'lsin, hammasida
mana shu hadis, ya'ni hijratning savobligi, hijrat qilish kerakligi haqidagi hadislar yozilgan. Endi ikkinchi bitta qoida bor, buni ko'pchilik bilmaydigan. Muhaddisning vazifasi hadisni sahihini topib qo'yish, lekin hukm chiqarish u faqihning ishi. Muhaddis topib mana hadis sahih ekan deb ter berdi. Endi faqih, ya'ni fatvo beruvchi buni o'rganadi. Endi nima deyiladi bu yerda? Nosikh va mansukh degan narsalar bor. Aytaylik, payg'ambarimiz alayhisalom bir gapni aytdilarda, oradan muddat o'tib shu gapiga qarshi bo'lgan bir fikrni aytsalar, oldingi aytgan gapi nosikh bo'ladi, ya'ni mansukh bo'ladi, bekor bo'ladi. Hijrat haqida ham payg'ambarimiz alayhisalom rosa ko'p gaplarni gapirdilar, savoblarni va'da qildilar. Endi Makka fath bo'lib musulmonlarning qo'liga o'tgandan keyin Rasululloh alayhisalom ularga qarab aytdilarki, la hijrata ba'da fathil Makka dedilar. Makka bizni qo'limizga o'tib fath bo'lgandan keyin endi hijrat qilish yo'q dedilar. Mana shu hadislardan keyin bizning ulamolar hammasi hijratni to'xtatdilar. Endi ikkinchi hijrat bor. Bu Rasululloh alayhisalom aytdilarki, o'zi haqiqiy hijrat qiluvchi, haqiqiy muhojir Alloh qaytargan narsadan qaytuvchi kishi dedilar. Mana buni qilma degan narsadan qaytgan odam, mana bu haqiqiy muhojir dedilar. Demak, hijratning ma'nosini bildingiz. Hijrat nima uchun qilingan ekan? O'limdan qochish, qutulish, bemalol ibodat qilish ma'nosida. Endi hozir internetda turib hijrat qilinglar deyotganda, ular o'sha hijratning mantiqini yo'qotib, aksincha urush bo'layotgan joyga chaqiryapti-da. Tinch yurtdan, vatandan ibodat qilib turgan, bola chaqasi bilan salomat turgan yurtdan hijrat qilinglar deyapti. Uni o'qigan bolalar internetda o'sha hijrat haqida aytilgan, hijrat qilsang jannatga, hijrat qilsang savob degan haligi hadislarni o'qib, ha shunday qilish kerak ekanda deb turib ketib qolyaptilar-da. Aslida mantiqan xato qilyapti, shar'an xato qilyapti. Chunki u yerda urush bo'lyapti. Qayerga chaqiryapti? Urush bo'layotgan to'polon joyga chaqiryapti. Mana o'sha ketganlarni bir nechtasini davlatimiz rahbari olib keldilar, ayollarni xususan. Gaplashyapmiz, bechoralar yig'layaptiki, biz boshqacha o'ylar bilan ketdik. O'zimizni yurtimizdan qo'ymasin ekan deb yig'layapti. U yerda xor bo'ldi, zor bo'lib ketdik. Nima boshimizga musibat tushdi deydi. Ular qayerga chaqiryapti? Biror bir davlatga ham emas-da, lageriga chaqiryapti. O'zlarini to'planib olgan mana shu diyoriga chaqirib, "Shoqqa kelinglar" deyapti. Borib olib, bechoralar o'zi bilmagan holda o'ziga o'zi musibat olib kelyapti. Shuning uchun ham biz hijrat hech qanday bir shariatimizda na farz, na vojib emas. Bu narsani bizni bitta tomoni faqatgina Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik lozim. 6 yil yeri yo'q bo'lib ketsa, orasi ochiq bo'ladimi debdi. Hozir bizni fatvo markazida shu masala boshqatdan o'rganilib chiqyapti. Jumhur, ya'ni boshqa mazhablar, boshqa kitoblar, butun dunyodagi fatvolar hammasini o'rganyapmiz. Nima uchun? Chunki yigitlar zulm qilyapti. Uylanib shundoq tashab ketyapti-da, Rossiyaga borib boshqa bittasiga uylanyapti-da, bu bechora qiz yillab bu yerda qolib ketyapti. Na xabar oladi, na nafaqa beradi, hech narsa yo'q. Faqat o'zini o'ylab ketib yorgan, nima qilsin bu qiz bechora endi butun umrini shunaqa qorong'ilikda o'tkazish kerakmi? Bir musulmon o'laroq. Shuning uchun hozir fatvo markazida bu masalani hal qilyapmiz. Agar mabodo shunaqa bo'lib qolsa bizga uchrash kerak. Biz o'sha yerda ulamolar buni fasx deydi, o'sha fasxini o'rganib chiqyapmiz inshaalloh, bir yechimini qilamiz. Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom masjidda o'tirganlarida bir odam kirib keldida, "Ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam" dedilar. "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, meni qornim juda ham ochib ketdi. Meni qornimni to'ydiring" dedilar. Shunda bu Imom Muslimda ham, Imom Buxoriyda ham kelgan bu hadis. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom sahobalardan birlarini turgizdilarda, "Bor, bizni uyga borib ko'rchi, mehmon olib borsam nima bor ekan uyda" dedilar. Qaytib keldilar. "Nima bor ekan" dedilar. "Men bordim, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, kirib so'rasam, onamiz aytdilarki, bugun uyda suvdan boshqa hech narsamiz yo'q" dedilar. Rasulullohning uylari azizlar. Muslimun.uz
bitta mehmon emas, o'zlari uchun ham bugun bizni uyimizda suvdan boshqa hech narsa yo'q deb javob berdilar. Yana bitta oilalariga yubordilar. Ular ham shu javobni aytdilar. Bugun bizni uyimizda suvdan boshqa hech narsa yo'q. Endi o'zimizni bugungi hayotimizni tasavvur qilib ko'raylik azizlar. Biz eng kambag'alman degan odamni uyiga hozir borsak nimamiz bor? Rasulimizning uylari bu. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, kim mana shu mehmonni bugun mehmon qilsa, qornini to'ygizsa, Allohning rahmati bo'lsin shu odamga dedilar. Sahobalarga qarab, "Ey sen falonchi mehmon qil" demadilar-da, balki duo qildilar. Kim mana shu bugun musofir bo'lib turgan odamni mehmon qilsa, Allohning rahmati bo'lsin deydilar. Bir sahoba, "Men mehmon qilaman" dedilar. Haligi sahoba yuring deb uyiga olib ketdilar. Sahoba uyini ogohlantirmasdan olib ketyapti-da, uyiga borib ayoliga aytibdilarki, "Bir mehmon olib keldim. Payg'ambarimiz alayhisalom shu odamda kim qornini to'ygizib mehmon qilsa, Allohning rahmati bo'lsin, rahm qilsin" degan gapni aytuvdilar. "Men shuni xohlab olib keldim. Mehmonga nima bor?" dedi. Shunda haligi ayol aytdiki, "Hech nima yo'q uyimizda. Faqat shu bolalarimiz to'yadigan darajadagi ozgina taom bor xolos. Boshqa hech narsa yo'q." Shunda sahoba ikrom aytdilarki, "Unday bo'lsa sen o'sha taomni olib kel. Bolalaringni uxlat" dedi. Ya'ni taom yeyishlikka qiziqishi, rag'bati bo'lganligi uchun ularni uxlatib qo'y. Meni oldimga taom qo'yganingdan keyin sen bir narsa qilgan bo'lganda chiroqni o'chirib qo'ygin dedi. Ha, chiroq o'chib qoldi deymiz. Ya'ni o'sha shammi bir narsa yonib turgan bo'lsa, o'zi o'chirib qo'yganda mehmonni oldiga qo'yilgan taomni men o'zimni yegan qilib turaman, u yeb to'ysin dedi. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom shu kim buni to'ydirsa Allohning rahmati bo'lsin dedilar. Haligi ayolni ham umidini qarang. "Ey, siz nima qilyapsiz? Nahol shu bola chaqamizning rizqi, bu bolalarimiz yig'lab uxlaydimi, qorni och uxlaydimi" demayaptilarki, gap Allohning rahmati haqida gap ketib qoldi. Boshqa narsa emas. Xo'p dedilarda, haligi sahobani ayollari ham ovqatni olib kirib oldilariga qo'yib, shundoq qilyotib, "Ey, chiroqni o'chirib qo'ydim" deb uzr so'ragan bo'ldi. "Ey, nima qilding" deb qo'ydilar. Keyin chiqib ketdilarda, haligi taomga mehmonga oling dedilar. O'zi qo'lini olib boradi, yemaydi. Mehmon yeydi, o'zi qo'lini olib boradi, yemaydi. Bolalari och uxladi. Ertalab haligini yuring deb masjidga keluvdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam haligi odamlarga qarab, "Falonchi va falonchini ayolini qilgan ishidan kecha Alloh kuldi" dedi. Qarang. Kecha Alloh bularni qilgan ishidan kuldi dedi. Alloh taolo rozi bo'lsa kuldi deb ishlatdilar. G'azab qilsa g'azablandi. Sahobalarni rizq bobidagi e'tiqodlari shu ediki, ular mana shu bugungi bizni taomimiz deb turgan narsa shu mehmonning rizqi ekan deyapti-da. Bu uni rizqi ekan. Hech kimimiz bir-birimizni rizqimizni yeyolmaymiz azizlar. Hech kim. Har kim o'zining rizqini yeydi. Shuning uchun eng birinchi shu rizqqa rozi bo'lsa agar, shukr qilsa, ziyoda qiladi Alloh taolo. Guvohsiz nikohni hukmi qanday bo'ladi? Guvohsiz nikoh bo'lmaydi azizlar. Nikohni shartlaridan biri guvohni bo'lishligi. Guvoh bo'lish kerak. Albatta biz nikohni masjidlarimizda fiqhiyo ro'yxatdan o'tgan, o'sha xalqimiz tilida aytadigan zaksi bo'lmasa qilmaymiz nikoh. Nima uchun bilasizmi? Chunki ertaga shu ayolning huquqini biz himoya qila olmaymiz. Muslimun ertaga haydab yuborsa hech narsasiz qoladi. U mahrni ham bermaydi o'zi aslida. Shuning uchun biz iltimos qilamizki, shunisi bo'lsin, guvohi bo'lsin. O'zi bilasizmi, hamma narsaga topilgan vaqt shu nikohga kelganda bizga topilmaydi-da. Erda haqqi nima, xotinda haqqi nima, bag'ishladim degani nima degani, qabul qildim degani nima, guvohlarning mas'uliyati nimadan iborat, mahr nima degani, bular nima qilyapti o'zi, turmush nima, oila nima, hammasini gapirib, shunga rozi qilib keyin nikoh qilinadi. U bag'ishlading, qabul qildim deb qo'yish shunchaki rasmiyatchilik uchun qilinadigan narsa emas bu. Lekin afsuski, mana shu narsaga ham e'tiborsizlik bo'lib qoldi.
Iloji bo'lsa o'sha guvohlarni ham odila, yoshi katta, namozxon, duogo'y odamlar o'tirish kerak. Eri vafot etgan yoki ajrashgan ayol idda saqlaydi. Ba'zilar idda paytida umuman ko'chaga chiqmaslik kerak degan gaplar bor. Aslida idda qanday bo'ladi? Idda so'zi arab tilida sanash degan. Idda deb sanashda aytadi. Eridan ajrashgan ayol alohida idda saqlaydi, eri o'lgan ayol alohida idda saqlaydi. Eridan ajrashgan ayol 3 oy, 3 poklik o'tguncha idda saqlaydi. Buni eri o'lgandagi iddadan farqi, taloq bilan idda saqlayotgan ayol o'ziga ziynat beradi, chiroyli kiyinadi, eriga chiroyli ko'rinishga harakat qiladi. Chunki idda aslida erining uyida bo'lishi kerak. Bizda nima qiladi? Taloq bo'ldi, yig'ishtirib bor ket deydi. Yo'q, u ayol 3 oy idda haqqi bor hali erining uyida. U boqish kerak, qarash kerak, majburiyati u. U bechora nima qiladi ko'chada? Qayerga boradi? To o'sha 3 oy shu yerda endi dinimiz aytadiki, shu ayol o'sha alohida bitta uyda yashab turadi. Er boshqa joyda bo'lsa ham, boshqa joyda bo'lsa ham ko'ziga tushib turganligi uchun chiroyli kiyinib o'ziga oro bersinki, eri keyin pushaymon yesin. Endi eri o'lgan ayol Qur'onga muvofiq 4 oy 10 kun idda saqlash kerak. 4 oy 10 kun aniq oyatda kelgan. Bu ayol eriga bo'lgan hurmati uchun motam nuqtai nazardan o'ziga ziynat bermaydi, yasanmaydi, chiroyli bo'lmaydi. Lekin motam uchun maxsus kiyim ham kiymaydi. Bu bid'at, xurofat. Faqatgina ziynat bermaydi o'ziga, yasanmaydi. Mana shu narsadan o'zini ehtiyot qiladi. Shu bor narsa. Mana shuni qilgandan keyin u ayol o'sha iddasini, hurmatini saqlagan bo'ladi. Eri vafot etgan ayol 4 oy 10 kun idda saqlarkan ko'chaga chiqmaydi degan gap bor. Ammo istisno qilib hojati uchun majbur bo'lsa, biror bir ozuqa olish uchun mana shunaqa paytlarda chiqishlikka ijozat beradi. Asosiy o'zi talab mabitda, mabit degani kelib uyda tunash. Mana shu narsa qaytib kelib shu tunash kerak. Shu narsani e'tiborga olish kerak. Endi juda ham qattiq har xil bid'atlarni qo'shib, qiynab o'qilish kerak ekan, bu qilish kerak ekan degan gaplarni qo'shib, umuman o'lim haqida ham juda ko'p gapiryapmiz. Juda bid'at ko'payib ketdi hozir. Mana bu ovqatni yeb bo'lmas ekan, o'qilib bo'lmas ekan, yana va hokazo gaplar. Biz mana mandan oldin nechta muftiy kelgan bo'lsa, hammasi sanab marosim qilmaslikka fatvo berganlar. Olamdan o'tganlar uchun majbur qilasan, 20 qilasan, 40 o'shanaqa narsalar qilib bo'lmaydi. U ehsonni qodir bo'lsa, imkoniyati bo'lsa qachon xohlaganda qilsin, lekin bu majburiy emas. O'zi otasidan ayrilib turgan bo'lsa, buni majbur qilamiz biz. Juda ham shu ishimiz xato. Hazrati Ali radhiyallohu anhuning ukalari Ja'far radhiyallohu anhu degan sahoba bo'lganlar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom jiyanlari. Ja'far radhiyallohu anhu de Ja'far Tayyor ham deb qo'yadi. Shunaqa laqablari bor. Bir kuni ular g'azotga ketdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom uylariga keldilar Ja'far radhiyallohu anhu de. Xabar keluvdiki, g'azotga ketganlar, jangga ketganlar qaytyapti deb. Ja'far radhiyallohu anhu de uydagilari ham uylarini supurib, sarishtalab, ayoli o'ziga oro berib kutyapti endi. Turmush o'rtog'ini, qizlar, bolalar otasini kutyapti. Rasululloh alayhisalom kirdilarda Ja'farning xonadonida o'tirib bir oz ko'ziga yosh oldilar. Ayollari kelib, "Ya Rasululloh, tinchlikmi?" deyodilar. Ja'far kelmasa kerak. Bugun tush ko'ribman. Tushimda Ja'far osmonda uchib yuribdi ekan, qanoti bor ekan, qanoti qon ekan dedilar. O'sha paytda Ja'far shahid bo'lgan edi, tushlarda ko'rgan. Mana shu hadisni olib ba'zilar tushunmagan holda Ja'farning qanoti bo'lgan ekan, uchib yurgan ekan deb aytishadi. Bu tushdagi narsani aytadilar. Shu gapni gapirdilarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yig'lab chiqib ketdilar va tashqariga chiqib bir gap aytdilar. Isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Ja'farning oilasi uchun taom pishirib berib turinglar. Ularga hozir bir xabar keldiki, ularni taom pishirishdan to'xtatib qo'yadi dedi. Endi ularga ovqat qilish ko'yniga sig'may qoladi. Shuning uchun sizlar qo'shnilar bularga ovqat berib turinglar dedi.
Shu odat bizda bor alhamdulillah. Mana shu odatimiz bor. O'lim bo'lgan xonadonga ovqat kirgizib turishlikning sababi ham shu. Aslida o'lim bo'lgan xonadonga kirib yeyish emas, yegizish kerak ekan. Berish kerak ekan. Lekin hech kimni majburlab, mana shuni qilmasang gunoh bo'ladi degan narsada bo'lmaydi. Ayniqsa bu narsa ayollarimizda ko'p uchraydi. Shunaqa bid'atlardan, xurofotlardan ehtiyot bo'lishlik lozim bo'ladi.